Qadrdonlar, bugun Bochkada joylashgan Diamond Luxury Villa dachasiga kelganmiz. Bu dachamizni yer maydoniga keladigan bo'lsak, 6 sotuvdan iborat. Ana endi sizlarga bu dachamizni lokatsiyasini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Bochkani krugidan 3 minutlik yo'l. Dachamizni 10 tarafiga bitta alohida e'tibor berib qo'ysanglar, bu dachamizda hamma tog'lar, prirodalar, hamma joylar ko'rinib turadi. Yonida hech qanaqa dacha-pacha to'sib qo'ymagan. Bemalol mazza qilib oilaviy yoki ulfatlar bilan kelib dam olsanglar bo'ladi. Dachamizning kirish qismi, ikkita mashina qo'yishga bemalol sharoitlari bor. Undan tashqari ko'chaga mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Dachamizning hovli qismlarini birma-bir tanishtirib chiqamiz. Dachamizga kirganda o'ng tarafda yozgi basseynga ko'zimiz tushadi. Razmeri keladigan bo'lsa 16 ga 8 qilingan. Bu dachamiz yevropeyskiy stilda qurilgan ekan. O'zingizlar ham ko'rib bitta baho berib ketasizlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada belgilab qolasizlar. Bu dachamizning sharoitlarini uncha-muncha dacha deb ko'rmaysizlar. Shu turishimizga 15 ta 20 tagacha oila yoki ulfatlar bilan bemalol kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. O'ng tarafimizdagi dekorativniy arg'imchoqga bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joylashishini ham qaranglar, o'ziga alohida ko'rk berib turibdi. Ana endi chap tarafimda tushuntiradigan bo'lsam, shunaqa alohida lijaklar qo'yilgan. Undan tashqari basseynning ichiga ham lijaklar qo'yilgan ekan. Qadrdonlar, bu dachamiz 2 qavatdan iborat. Keyin dachamizning ichkari qismlarini bitta ko'rib chiqamiz. Dachamizning birinchi qavat hol qismidan boshlaymiz obzorimizni. Kirganimizda 16 kishilik stolga ko'zimiz tushadi. O'ng tarafimizda bo'ladigan bo'lsa, qishki oshxona joylashgan. Qaranglar, juda go'zal dizaynda qilingan. Alohida unga ham e'tibor berib ketasizlar. 3 kishilik stullari bor. Ertalab zavtraklarni shu yerda o'tirib qilsanglar ham bo'ladi. Bundan tashqari yumshoq mebel, 55 talik televizor. Qadrdonlar, ana endi sizlar bilan dachamizni birinchi qavatdagi yotoqxonalardan ko'rsatishni boshlaymiz. Kirganimizda o'ng tarafimizda 2 kishi uchun mo'ljallangan birinchi yotoqxonamiz. O'z ichida shkaflari ham bor. Ikkita yotoqxonamizning o'rtasida umumiy sanuzel qilingan. Bu joyimizda ikkinchi yotoqxonamizga joylashgan 3 kishi uchun mo'ljallangan. Qolgan yotoqxonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu dachamizda umumiy 6 ta yotoqxonasi bor. Birinchi qavatda 3 ta yotoqxonasi joylashgan. Har bir yotoqxonalar o'zgacha dizaynda qurilgan. O'zingizlar ham video davomida ko'rib borasizlar. Qadrdonlar, 3-yotoqxonamiz bo'ladi. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Har bir yotoqxonamizda konditsioner, televizorlar qo'yilgan. Bu yotoqxonamizning o'z ichida sanuzellari ham bor. Sizlar bilan qishki basseyn xonamizni bitta ko'rib chiqamiz. Basseynimizning razmeri keladigan bo'lsa 10 ga 5. Bu dachamizda umumiy 2 ta sauna qurilgan. Qadrdonlar, finskiy va turetskiy. Ko'rib alohida e'tibor berib qo'yasizlar. O'zgacha dizaynda qurilgan bu saunalarimiz ham. Dachamizning ikkinchi qavat qismiga chiqamiz. Dachamizning ikkinchi qavat qismini sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Stolli tennis, bilyard, srednisi qo'yilgan. 10 ta professionallik kompyuterlar qo'yilgan. Bu dachamizda CS:GO, Dota 2 dan umuman muammo bo'lmaydi. Qadrdonlar, onlayn o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Hamma dachada ham onlayn o'yinlarni ko'taradigan kompyuterlar yo'q. Yumshoq mebel, 55 talik televizor qo'yilgan bu tarafimizga. Alohida qilingan igrovoy xonamizni bitta ko'rib chiqamiz. Bu xonamizga PlayStation 3, 4 ta joystika bilan karaoke qo'yilgan. Sizlar bilan dachamizning ikkinchi qavatda yotoqxonalarini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizda ham televizor, konditsioner, hamma sharoitlari bor. O'zgacha dizaynda qilingan. Keyin bu dachamizda dam olib ketganingizdan keyingi mehmonga ham sochiq, shampun, hamma sharoitlar qo'yishar ekan. Bizda ko'pchilik mehmonlarimiz dachaga kelganda ichida shampun, sochiq yo'qmi deb so'rashadi. Qadrdonlar, bu dachada shunaqa sharoit hammasi bor. Chap taraf eshigimizdan bo'ladigan bo'lsa, dachamizning terrasa qismiga chiqadi. Undan oldin sizlarga dachamizning yotoqxonalarini bitta ko'rsatib chiqmasak bo'lmaydi. Dachamizning umumiy bu 5-yotoqxonasi. Bu yotoqxonamiz ham 2 kishi uchun mo'ljallangan. Ichida sanuzellari, konditsionerlargacha bor. Dachamizning oxirgi 6-yotoqxonasini bitta ko'rib chiqamiz. Undan keyin dachamizning terrasa qismiga chiqamiz. Dachamizning 6-yotoqxonasi. Bu yotoqxonamizda 3 kishi uchun kravatlar qo'yilgan. Bu joyimizda bo'ladigan bo'lsa, dachamizning 2-qavatdagi umumiy sanuzeli. 6 sutuli dachaga shuna 6 ta spalni tushirib qo'yishdi. 15-20 kishi bemalol oilaviy yoki ulfatlar bilan kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi.
Sizlar bilan dachamizning terrasa qismini bitta ko'rib chiqamiz. Vau, akalar. Mana bu vidni qaranglar. Вообще bomba-yu. Hozir o'zida shunaqa. Kechqurun shoninglar, shunaqa mazza qilib o'tirasizlar. Shamollar mazza-yu, akalar. Dachamizning terrasa qismiga keladigan bo'lsak, shunaqa kachela qo'yilgan. 2 kishi suvlarni yo kofelarni mazza qilib ichib o'tirish uchun sharoitlar qilingan. Bu joyga bemalol oilangizni, ota-onangizni olib kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Yoki ishxonadagi do'stlar bilan chiqib, bemalol mazza qilib dam oladigan joy. Joninglar sog' bo'lsin, sizlar bilan Dachilux kanali bo'ldi.